Assalamu alaykum. Mening ismim Rahima. Tug'ilgan yurtim Qarmay shahri, İşçiler mahallasi. Men 2017-yildan ta hozirgacha bugungacha aloqalashamayotgan opam ve başka urug' tuqqanlarim uchun guvohlik bermoqchi. Opam 2017-yili 1-oyda Turkiyadan qaytib kelib, 3-oyda Turkiyaga bordim degan sabab bilan tutib turish o'rniga so'langan. Boshda tutib turish o'rnida 39 kun yotgandan keyin chiqarib etilgan. Ramazon tushib, ro'za yetdan keyin opam biz bilan yana videoda bolalarimni ko'rish uchun kamerada ko'rish deb 2 kundan keyin yana kirgandi. Tutib turish o'rnida 40 kundek turib lagerga bo'linibdi. Xitoy hukumati lager yo'q, kamp yo'q deydi, amaliyotda bor. Men sizlarga hozir isboti bilan ko'rsatib beraman. Bu mening opam Arzugul Saidi, o'zining ismi, Uyg'urcha ismi, Xanzurcha ismi Alidan Saidi. Bu opamning pasporti. Bu opamning kimligi. Bu opamning kampdagi vaqtida, cho'ng opam og'rib qolgan vaqtida opamni kampdan cho'ng opamni ko'rish uchun doktorxonaga kelgan vaqtidagi rasmi ma'lum. Doktorxonaga kelgan vaqtidagi rasmi ma'lum. Bu vaqt 2017'da 10-oyning 11-kuni bu. Opamni cho'ng opamning qiyshiq doktorxonaga kelgan vaqtda bu yer Gollandiyaning vaqti bek sar atdigan soat 4lar bo'lganligi uchun videoda menga gap qoldirgan vaqtida men anlamay qolibman. Ya'ni biz uyg'ongandan keyin telefonimga qarasam, menga bu gaplarni qoldirib qo'ygan. Assalomu alaykum Rahima, qanday yaxshi bolam, sizlarmi? Ben çok köylü geldim. Ben şimdi yaxşı duratım. Dolayımca Ahmet'in entreme vallahi yaxşı qara. Ma mektepçi qara prezident mektepke. Allah çıkma. Şimdi umma vallahi bir yer bu halde pulan çıktı. Muhim gap bolsa vişanda gap qilgan dema. Şimdi ben çok payet, Arzugul çok payet. Şimdi bir şeyde qopqani javob qaytaringlar. Saklap otatam yakınımda ulaştılar. Sana bulam. Apani gibi anlatıma. Because of how dilini anlattım. Ondan şu 10-oyning 11-kuni opamning ovozini ağır qitim anglashim qoldi 2017'da 10-oyning 11-kuni. Shundan keyin opam bilan aloqalashamadim. Opamning isteriki bo'lmadi. Undan keyin hech qanday chet elga chiqib boqmagan oilamdagilardan opamning eng kichik inisi Abdug'ani Saidi tag'am bo'ldi. Tag'amni makir ketdi. Undan keyin opamning singlisining 2 o'g'li bordi. O'g'lini makir ketdi. Ularni hech qachon chet elga chiqib boqmagan. Yanar Yarmamat va Subar Yarmamat 2 navrinim kirgetdi. Opamning adisining kelini, u qiz Turkiyaga bir haftalik sayohatga chiqqanlik uchun u qizni makir ketdi. Yo'q, ismi Shamshinur, oilamdagilarning yerimdagidek hozir o'qishdimi, turmidimi, kampdimi bilgilanmaydi. Izlari yo'q. Oilamdagilarning hammasi vayron bo'ldi. Xitoy hukumati opamni urug' tuqqanlarimni sulib olgan hech qanday huquqinglar yo'q. Darhol qo'yib beringlar, chunki ularning hech qanday gunohi yo'q. Sizlarning ularning erkinligini bo'g'ib oldiganga, sulab qo'ydiganga hech qanday huquqinglar yo'q. Chunki opam chet elga sizlarning haqli qonunlar orqali chiqqan, qo'yib bergan vizanglar orqali chiqqan, hargiz qonunsiz o'z bilan o'zi viza qo'yib olib chiqib olmagan chet elga. Mening qishimga chiqqan bo'lsa-mu, Gollandiyaga kelgan bo'lsa, men qonunliq misha Gollandiya hukumati orqali qonunliq chaqir qog'oz avatdim opamga. Sizlarni qonunliq tamg'onlarni qo'yg'ashqa Gollandiyaga kelib navrlarini ko'rib ketgan. Buningdan boshqa hech qanday gunohi bo'g'idek ish qilib boqqan yeri yo'q opam. Boshqa urug' tuqqanlarim chet elga chiqib qonunsiz chiqib boqqan yeri yo'q. Ularni tutib olgan sizlarning hech qanday huquqinglar yo'q. Ularning hech qanday gunohi yo'q. Shuning uchun ularni darhol qo'yib beringlar. Bu zulm faqat mening uyimdagilarga emas, bütün chet eldagi bütün Uyg'urlarning ota-onalariga,
balalarga, qeyrindaşlarga, urug' tuqqanlarga, do'stlarga kelayotgan zulm, o'xshash zulm. Vatandagi butun qeyrindaşlar, Uyg'ur qeyrindaşlarimiz o'xshash zulm ko'ryotdi. Shuning uchun butun dunyodagi insonlarning bizning bu ishlarimizga ko'ngil bo'lishini, ko'zini yumib olmasligini talab qilaman.